Shu ko'rib turgan mashinalar Malibudan ham joyi kelsa, Mercedes-Benz C-klassda kopiyasi bo'lgan mashina $9000 Xitoyda sotilishi boshlabdi do'stlar. Hozir sizlar bilan buni agar O'zbekistonga olib kelsak, qancha rastamojga to'laymiz, qancha xarajatlar bor, hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, 1,5 litrli dvigatel bilan jihozlangan, 112 ta ot kuchiga ega va maksimal skorosti bo'lsa 180 km/soatgacha chiqa oladigan. Geely Galaxy 6 Xitoyda $9000 sotilishni boshlagan. O'zini komplektatsiyasiga qarab narxlari ham o'zgarib ketaveradi, to $16,500 gacha. Eng qiziq joylardan bittasi, agar biz bu mashinani eng past komplektatsiyasini O'zbekistonga import qiladigan bo'lsak, ya'ni $9000 ga sotilayotgan modelni biz rastamojga to'lov uchun bugungi kun hisob-kitobi bilan 84,5 million so'm to'lashimizga to'g'ri keladigan. Shunda umumiy logistika transportning xarajatlari bilan bu mashinani bizning qo'limizgacha $9000 ga oladigan bo'lsak, Xitoydan $17,500 ga tushargan. Nima deb o'ylaysizlar, bu modeldagi mashinalar bu pulga arziydimi yoki yo'qmi? O'zingizlarning fikringizni kommentlarda yozib ketinglar. Ko'rishguncha.